haqiqatga? Allohga. Mana Alloh yetkazdi sizlarga. Oho, buncha ko'psizlar. Assalom. 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 Tanishinglar, bu ikkita kichkintoyimiz ismi Mohinur, Muslimam. Biz hozir Jizzaxda Allohning sinovi kichkintoylarimizning kasalligi bor. Odam organizmida o'zi qon ishlab chiqarmasligi va kichkintoylarimiz Toshkentda har oyda bir hafta 10 kun yotib davolanib o'sha yerda qon olishadi. Bu proses to'xtab qoladigan bo'lsa, yomon oqibatlarga borishi mumkin. Ularni alohida aytib o'taman. Bizning sog'imiz bor edi. Mana shuni sizga olib kelganmiz. Ochib ko'ring buni. Oxir bo'lib chiqarib keldim. Kecha 300 ming yil kiratib, anamga borib keldim. Virusologiya. Mana Alloh yetkazdi sizlarga. Allohdan deb ko'rgan. Operatsiya qilish kerak. Turkiyada summasi juda ham katta. Bitta operatsiya uchun bir kishiga 98 ming dollar ketgan va u bola sog'ayib ketgan. Xuddi shunaqa kasallik bu kichkintoylarimizda. Ya'ni xuddi shu summa sarflansa, xuddi shu mehrlar qilinsa, doktorlar qaysidir ma'noda garantiya berishgan. Va hozirgi videoning sababi ham o'sha operatsiyagacha bo'ladigan yo'lni birga bosib o'tishimiz. Har bitta bola uchun 98 ming dollar, bu salkam 200 ming dollar. Bu faqatgina operatsiya va Turkiyada 6 oy davomida davolanishlari 250 mingga yaqin ketadi. Ularni qaysi yurak bilan boshlaman bu ishni. Shunchaki yordam berib ketish niyatim yo'q. Xudo xolasa mana shu yo'lda oxirigacha borishga harakat qilaman. Videolar orqalimi, kimdirlarga aloqaga chiqibman yoki sizlarga ko'proq murojaat qilib, bu 250 ming dollar bizani kalkulyatorimiz uchun katta, bizani o'lchovlarimiz uchun katta, lekin Alloh uchun juda oson. Faqatgina biz chiroyli sababini qilishimiz kerak. Ikkita kichkintoyimizga Toshkentda qon quyiladi. 2-2,5 soat davomida qon quyilgandan keyin u qondan temir moddasini yuvib chiqarish uchun 13 soatlik gol olishadi. Bu holat ikkita kichkintoyimizda har oy bir marta takrorlanadi. Va bu kasallikni umri 13 yoshgacha. Ya'ni farzand dunyoga kelgandan keyin 5 yoshgacha qilinishi kerak bu operatsiya. Organizm yaxshi bo'lsa 7-9 yoshlikda ham qilsa bo'ladi. Hozir Mohinur ayni shu yoshda. Ya'ni 7 yosh va Muslimamiz 4 yosh. Hozir rosa operatsiya qilib, bularni sog'ayishiga qadamlar qo'yishni boshlaydigan davr. Va endi Allohning ham qanaqadir chevar zotligi deb o'tdi. Aynan shu vaqtda bizani bu oila bilan ko'rishtirgan. Balkim bekorga emasdir. Eshitib o'zim ham xursand bo'ldim. Rosa vaqtida boshlagan bo'lardik agar boshlansa deb oila onalari aytdilar. Va hozir shunaqa shu joniga har oy 13 soatdan ukol va borgan sari organizm charchab boradi. Aytganimdek, agar Alloh ko'rsatmasin, hech qanaqa harakat qilinmaydigan bo'lsa, bu kasallikning davomiyligi 13 yoshgacha xolos. Xudo xolasa, Alloh ishlarimizni oson qilsin. Barcha kartalarni, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'lgan nomerlarni qoldiramiz. Aytganimdek, videoni tarqalishiga va uni ko'proq odamga yetib borishiga e'tibor bo'lmang.